Sen ota bolaring kim bo'lgan? Biznikimi? Bizniki ko'p-ku bizniki. Kim? Ko'p-ku bizniki. Misol qaysisidan bo'ldi? Qaysisidan san? Sening ota bolaring kim bo'lgan? Sening ota bolaring kim bo'lgan? Yo'q, bizga ko'p qo'y endi. Qaysini aytaman uni aytishman. Ana bizda Amir Temur bo'lgan. Amir Temur ol bizning Qozoq ol bizning Qozoq Amir Temur. Tushundingmi? Amir Temur Qozoq ol bizning. Amir Temur Qozoq? Amir Temur Qozoq negizі, Qozoq bo'lgan u. Sen Chingizxon davlatidansan, sen Mongolsan. Chingizxon o Jongar ol. O Jongarlar o Jongarlar. Mongollar. Chingizxon Mongoliyaniki. Amir Temur o'zbek. Amir Temur Qozoq. Amir Temur o'zbek. Amir Temur Qozoq. Ye buni qara. Ye. Unda meni qishlog'imda Yakkabog'da tug'ilgan kim bo'lgan? Amir Temur bo'lmay. Amir Temur Qozoq bo'lgan. Просто сендерді біреусіндерді бәріңді полный алдаған бәрін. Қазақ ол Амир Темur. Amir Temur o'zbek bo'lgan. Sen o'zing ko'rding ba ko'zingмен оны? Ko'zim bilan ko'rganman. Ko'zim bersin. Onda Amir Temur'dың барып сұрайдың да өзінен бар кімсің деп барып сұрайық вообще шынында.